O'zbekistondagi 2000 ga yaqin mahallada bayramlarga ulanyapti. Tashabbusli budjetning joriy yilgi birinchi mavsumida g'oliblar e'lon qilindi. G'olib chiqqan ko'plab mahallalar 20-mart oqshomida o'z yutug'ini mushakbozlik va o'yin-kulgi bilan nishonladi. Ayrim mahallalar bu bayram kechasiga alohida tayyorgarlik ko'rgan holda shaharlar va ertak qahramonlarini ham tayyorlab qo'yishgan. Eng ko'p ovozni Ko'ktala tumanidan qo'yilgan loyiha to'plagan 13386 ta. Eng ko'p ovoz to'plagan top 10 talikdagi loyihalarning 6 tasi Xorazmning Qo'shko'pir, 3 tasi Samarqandning Oqdaryo tumanidan ilgari surilgan. Bu esa ushbu hududlarda raqobat ancha kuchli bo'lganini anglatadi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanidagi bir mahallaga ko'cha chiroqlarini o'rnatish tashabbusi esa eng kam atigi 58 ta ovoz bilan g'olib bo'lgan. 10 milliondan ortiq odam qatnashgan ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra 1980 ta loyiha g'olib deb topildi va endi ular mahalliy budjet hisobidan moliyalashtiriladi. Yana 16 ta loyiha mahalla ahli yangi yo'lga qo'yilgan sheriklik mexanizmidan foydalanib, zarur mablag'ning 50% ni o'zlari to'plagan holda umuman ovoz yig'masdan g'olib bo'ldi.